O'ynadik bizmi o'qib charchab chiqqanmizmi deyman. Shunchalik rohat o'yin, shunchalik yengil bo'lib qoldik. Har bir qitimga qaqta Adila deydigan bo'lsam, xuddi kichikimdan bildi o'ynab cho'g'an, kichikimdan yaxshi ko'rgan, kichikimdan meni tushunib kelgan birsidek shunchalik yaqinlik bilindi. Endi shunchalik yaxshi muomala qildi. Bu yenimdagi do'stimmi chaqchaq qilib, "Ay bu Asadning ko'ngli sana tushib qoldimi nima?" deganda gaplarni qo'yib menga deb onun ko'nglini ashunday qilib bir bilmagan kishi bo'lib oldim. Bu 3-4 kun jarayonida rasmiy bizga issiq o'tishib qolganda qiladi. Bu balning mashinasi night oddiy bo'lsa-mu, lekin ichilari shunchalik pokiz gupildab, shunday rohat tez attirlab bor ekan. Shundan biz yurtimizga qaytdik. Yurtimga qaytib 2 kundan keyin u do'stim telefon qilib qoldi. "Adash, akam sana telefon nomerini qoldirib ketgan, aloqalashdingmi?" degan gapni qildi. "Voy yo'q" desam, "Akamning shu bir so'rab baqqan bo'lsang, menga bir telefon qilgan bo'lsa, xolisa" degan gapni qildi. Endi hatto tushunmasang akam bilan do'stona o'tgan bo'lsang, akamning qo'ldan xeli cho'ng ishlar keladi. Akam o'zimi yaxshi xizmat qiladi, dedi. Shuna bilan turib, men bir aqir bu balning xizmatini, do'stimning kelib chiqishini, oila sharoitini, aksiniki nay tarbiya ko'rgan bir bal, pokiz bal ishkalligini ko'rgandan keyin men bo'ladi dedim. Shuna bilan paranglashdim. Andan men qisqa uchur yozdim dedim. Shuna qisqa uchur yozib, "Yaxshimisiz? Men kelib aldirashib ketib sizga uchur qaytarmay qoldim" dedim. Shuna "Ish qisi yo'q, qadaqangiz chiqib qoldimi, kelib oldingizmi?" deganda gaplarni qildi. Shuna bir kunda 2 qatim, 3 qatim uchur yozdi. "Tamoq yedingizmi? Kildingiz qandaroq o'tyapti? Biraylar bordingizmi, bag'ingiz kelyapti" degandek dedi. Shuna bilan bu ta'til bo'lib 15 kundan keyin meni tug'ilgan kunim bo'ldi. Tug'ilgan kunim bo'ldi. Shuna bilan bir kuni tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb tug'ilgan kunim bo'lgan kuni soat 2lar bilan uchur keldi. "Voy, bu balaman tug'ilgan kunim demagan tursam" dedim. Shu vaqtda mening do'stim debdi. Ya'ni shu balning singlisi, Asadning singlisi bugun Adilaning tug'ilgan kuni debdi. Shuna bilan bu bal tug'ilgan kunimni tabrikladi. Tabriklab shuna bilan men siz bosh shaharga keldim, chiqsangiz bir vaqt tamoq yeyli dedi. Hayron qoldim. Chunki bu baldan kuniga 2-3 qatim uchur yezish jarayonidami, men shunchalik uchurga talmirdan bo'lib ketdim. Hatto uchur yezishmay telefon qilanga deschu yoki o'zi bir telefon qilsichu deydigan holatga tushib qoldim. Bu balning men kuyunishlari, bu balning mening ahvolimni so'rashlari, hattoki tug'ilgan kunimni hozirgacha bir o'g'il tabriklab o'z xolis holatda mundaq bir men nim qilmagan ahvol ostida bir muboraklab qilmagan dedi. Bu bal tug'ilgan kun muboraklab, hatto mendan so'ramay yutumga keldi. Shunchalik xush bo'ldim dedi. Shunchalik hayajonlandim. Menga tuyuqsiz bo'lgan bir xo'shallik bo'ldi dedi. Shundan opam dadamlar, "Qizim bir yigit tamoq yeb kelaylik tug'ilgan kuningiz" degan kun bo'ldi. "Apa, yeb kelaylik, kashqon yeb kelsa qanday?" Muşta bir do'stim bilan ko'rishga chiqdim dedim. Oppoq o'zimga yarashilgan shu men ta'til bo'lib kelib, bozor aylanib setib olgan bir kunikim dedi. Shundan bilan oppoq shundan chiroyli o kunikim, lintam bilan qisdim. Shunda qilib, shunda chiroyli yarashimliq tizimga keladi o kunikim, işte kiyib chiqdim. Shundan palayada ko'rishaylik deyishdi. Shundan degandek, men basam u bola bakin. Ko'zimga shunchalik illiq, shunchalik chiroyli ko'rindi. Biz men bir oshxona kirib, tamoq yeb, aylanib, bozor cho'ylab qildik. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb bir qunchoq sovg'a qildi. Men bu qunchoqni ilib shunchaki hayajonlandim. Yanlamki biz qizlar odatga bir narsa bo'lsin, biz amroq olib ketamiz bizlar. Cho'kli sovg'a qildi, qunchoq, andan choqchi qisqosh, somka degandek bir qitimda 4-5 turlik narsa sovg'a qildi. Ham atisi o'zining bu yerdan ketadiganligini dedi. Shuna bilan men sal yaram bo'ldim. Chunki ketma dedik, men mudul bu yerdan maktabga kelsam, endi biz balkim ko'rishimiz bek uzun jarayonlar so'zib ketishi mumkin. Shuna bilan bu bal meni yotqimga kirib, birdan o'tirib chiqamsiz degan gapni qildi. Men sal ishkilandim, to'xtabdi. Men endi o'yanch qiz bo'lsam mayli edi. Men degan o'qiyotgan qiz bola, o'zimni pak yantim bilan tutib yotgan qiz bola deb rad qildim. Shundan chiroyli xushishib uyimga ketdim. Opam dadamlar tayyor bo'lib turibdi. Shundan tamoq yeylik, biz sirtqa chiqdik. Tamoq yeb aylanib qoldik. Telefonda, kallam ko'zim telefonda. Qachon uchur yezib qolam, qachon telefon qilib qolam, u bol men bilan bir shaharda deb turib, tanishganimiz night qisqa vaqt bo'lsin-mu, lekin butun esyadim shu bola. Ishta qilib, aytsim bo'ldi. Bu bola men soat 11 ning biletini oldim dedi. Men 9 bilan chiroyli kiyimimni kiyib yasinib, tamoq yeyish taklif qildim. Chiqdi, tamoq yedik. Aydurumga olib qo'ydim. Shundan bu boladan chiroyli xo'shlashdik. Bu bola xo'shlashgan vaqtda menimga kelib sizni quchoqlab qo'ysam bo'lamdi degan gapni qildi. Men o'zimni tatdim, olmadim. Shundan bilan bu bola yana menga hurmat qildi. Tig'im yaxshi ko'rishim oshdi bu bola. Meni deb shuncha shahardan musofirni besib ketdi. Deb shuncha xush bo'ldim. Har qanday qiz bola o'g'illarning o'ziga bunda qilganini bilsa, cho'qimda xush bo'ldim. Cho'qimda ta'sirlandim. Shundan bu bola o'z yurtiga ketdi. Shunda qilib ta'til vaqtimizmi to'shdi. Men udul maktabga bordim. Bu qitim opam bilan dadam emas, akam olib qo'ydi.
Yol boyu manganda akam bana yaxşı terbiyelerini kıldı. Karanlaştık, mondaştık, sırdaştık. Akamdan şunchalik gepi yumşak, ıllık, muhabbetlik, ko'ngli yumşak bir o'g'il bola. Akam meni burundan bek asraydi, burundan bek yaxshi ko'rdi. Akam shu vaqtda o'qish bitgan. Bitirib, bumi xizmatga tushib bo'lgan vaqtda akamning bu xizmati haqiqatan bek yaxshi. Shuning bilan akam shunda dedi, "Ukam, siz ham bir tal qiz bola. Apamdan dadamning qancha ko'zingizga qaraydiganini burundan bilasiz. Siz cho'qim yaxshi o'qing, muhabbatdan kayni kirmang, do'stlarning kayni kirmang, yaxshi o'qing. Sizni chetga chiqarib o'qish bir orzusi bor, balkim kelarjili chiqarib qilish mumkin" degandan keyin men bir yarimning ko'nglim yerim bo'ldi. Shunga bo'ldi aka dedim, ortiq yaqinmadim. Maktabga bordik, iliq do'stlarim bilan yana jam bo'ldik. Shunchalik yaxshi yaqin o'tdik. Yanılamkin gapimiz tüymaydi. Tamaq vaqtida bo'lsin, dars vaqtida bo'lsin, yotoq kirgan vaqtimizda bo'lsin, bir-birimizdan to'xtatmay mo'ngishib satishdik. Men Asad bilan tiximi bek yaxshi o'tadigan, tiximi bek yaxshi gapimiz bir yerdan chiqadigan, hatto bir-birimizdan bir qitim bir soat uchur kamsa chidashmaydigan oshiq mashg'ulot aylanib ketdi. Asad mening ko'nglimda eng pok, eng diyonatli, menga eng sodiq, qo'lidan ish keladigan, muhabbatiga menga sodiq, meni eng yaxshi ko'radigan, hurmatimni, izzetimni qilgan ishonchli birisi deb o'ylaydim ham mening tuyg'ularimda men uningga shunday holatda to'g'ri bilib qo'ygan birisi. Ishta qilib, endi oliy maktabga shu 2-yilni bitirib nima qildim? Oliy maktabning 2-yilini bitirdim. Ota-onamning bo'lsa shu yilnisi shu mavsum tukkan vaqtda yangi mavsumni chapga chiqarish o'yi shu vaqtdan bordi. Qizim, endi chiqadigan vaqtingiz bo'ldi dedim, ma'qul dedim. Lekin bir yilimdan qiymayman. Bir yilimdan qatanda qiymayman. Kimga? Asadga. Bu Asad yana lamkin bu qitim yana bir yillik o'qishimizni to'shtirib, bu ta'tilni to'shtirib qaytgan vaqtimda yana mush do'stimdan shu to'q tushdim. Bu qitim do'stimni o'zimni eg'iz ichibdi, hamman shuningdek arzu qildim. Ishta qilib yana bu do'stimdan shu to'q tushdi. Tushib Asad yana oldimizga chiqdi. Yenilam bir yilning oldida ko'nglimda. Yenilam tug'ilgan kunimda ko'nglimda shunchalik qamlashgan. Shunchalik ham ko'zimga illiq ko'rindi. Bu qitim tuyg'urimda men hech kimga bermayman. Balkim do'stlarim bo'lsa uni chin quchoqlashim mumkin. Chunki bu bir yil jarayonida o'zimdagi, yuragimdagi, qalbimdagi, butun hissiyotimdagi qanchalik o'zgarishni o'zim his qila olayman ham qildim. Chunki men uni shunchalik yaxshi ko'rgandim. Ashta qilib biz bu qitim Asad bilan nihoyat yaxshi bo'lgan shirin muhabbatli kunlarni o'tkazdik. Bu qitim men saq maktabda inib 10 kun turib qoldim bu yerda. Kimni deb? Asadni deb. Qizol birsini yaxshi ko'rsa, haqiqatan bek qilsa to'xtab qoladi ekan. Ota-onam sizni bek ko'ngimiz kelib ketdi. Siz uyingizdan zerikib qoldingizmi, bizdan zerikib qoldingizmi deb ketgan. Vaqtim bo'ldi deb telefon qilib. Ashta qilib, men so'yginim, yaxshi ko'rgan astimni tashlab, o'zimni yutolmadim. Shundan uyga keldim. Ota-onam shunchalik bag'riga bosdi, quchoqladi, suydi, mehrni berdi. Qizim, endi biz maktab bilan aloqa qilishib tayyor qildik. Endi chiqadigan, mangdigan vaqtingiz keldi. Bir yil, bir kun bo'lsa-mu bir naraq berib shu yerda jahon ko'ring, tushuning, yaxshi o'qing, bizning umidimizni yerda qo'ymang. Siz kichkingizdan tortib bizning deydiganimiz mushu deb bilsiz dedi. To'g'ri? Aytdi, biladim. Ashta qilib Asad dedi, bu qiz shunchalik